Aka egilik nima qilyapsiz? Ukajonim. Bizda bu aksiya ketyapti, eshitmadingmi? 1+1 aksiya ukajonim. Bolajonlarimiz uchun ertaga zaxtirlar uchun kalbasalar olib qo'yganmiz. Mana bittasini olsak 35 ming so'mga. Bittasi tekinli bolajonimiz. Ukajonim, u ham mayli. Mana yana ikkita og'ayni. Bittasini 35 ming so'mga olsang, ikkinchisi yonida tekin. Ukajonim, ertaga bolajonlarimiz maza qilib choylarni ichib, maktablarga, bog'chalarga ketishadi, ukajonim. Qo'l to'xtang. Faqat kalbasa aka aksiya sizlarda. Yo'q, ukajonim, boshqa narsalar aksiyalar bor. Yur, sana ko'rsataman aksiya. Ukajonim, aksiyani zo'r mana bizada, yo'q. Mana zontiklar olib qo'ydik bolajonlarimiz uchun, ukajonim. Bitta kattasini olsak, 35 ming so'mga. Mana bolajoni tekinda, ukajonim. Aksiyani zo'rlari yana bizada, yo'q faqat. Bizani kuzatib boringlar. Hurmatli obunachilar va xaridorlarimiz, bundan ham zo'r narsa aksiyalarimiz hali oldinda. Ukajonim, aksiyalar bo'lmasa, ana bu yerda, ukajonim. Bolajonlarimiz, qizlarimiz, kichkina gazdagina o'g'il bolalarimiz uchun nafkiylar olib qo'yganmiz uka. Mana issiqligini qaragan ichini, mancheklarini. 10 ming so'mdan. Qayerda bor bunaqa narx, ukajonim? Biza 15 ming 20 ming sotilgan narsalar 10 ming so'mdan qo'yib qo'yganmiz. Albatta bu Xorazm guruch markazida, Chernivka yo'lida, adashmaydi. G'isht ko'prik Chernivka yo'lida. Ukajonim, подписка bo'lib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar.